Shunchalik qo'ng'iroq qilish qiyinmi? Qilsammikin, qilmasammikin qo'ng'iroq? Ayo, o'zi qilsa nima endi, men bir kami erkak boshim bilan po'lat bo'lib turib qilaman unga. Klavishi qilib qo'yib qo'ng'iroq ham qilmaydi. Shunchalik qiyin ish ekanmi? Shu telefonni shundoq olib, raqamni shundoq tersa-yu olam Guliston. Ya endi men hozir erkak bo'lib turib, po'lat bo'lib turib, mana shu turibgan shundoq ko'tarib turib, mashindoq turib, nomerni mashindoq turib, telefon nomerini terib olar ekanman-da, keyin zaynab tushar ekan. Obbo, kim bilan gaplashayotgan bo'lish mumkin kech bo'lganda? Endi umuman qilmayman. Bo'ldi. Kechirmayman. Maydonda juda faol o'yin ko'rsatyapti. Kapadze. Bilardim shunaqa bo'lishini. Alo. Men sizga tushuntirmoqchi edim boya, lekin Toshpo'lat. boshqa joyga tushib qoldingiz. Serverning Qattan ham terdim, kerak bo'lsa o'zi qiladi. Yo erkak bo'lib turman, yana bir marta shubhalanib yana qilar ekanman. Boru mamnaqa qilar ekanman. Ilhom Suyunov hamda bu o'yinlar e'tiroz bildirishyapti. Erkak bo'lib turib, po'lat bo'lib turib, Qayoqqa qo'ng'iroq qilyapsiz? qildim sizga Feruza. Assalomu alaykum Po'lat aka. Boya men hech surishtirmasdan yuzingizga tarsak urardim. Iltimos meni kechiring. Yo, yaxshi, zo'r urdingiz. Chotki urdingiz. Kitobiy urdingiz. Kimdir Uzr qizishib ketdim. Feruza, bundan keyin ham mendan yordamingizni ayamaysizmi? Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Men istardimki, umuman darsingiz oxiri bo'lmasin. Rahmat. Ertaga ko'rishguncha. Xo'p, sog' bo'ling, mayli. Ayt bola akam, o'g'il bola. va birinchi Nima? Ya sizga men so'zim, rahmat. Arzimaydi. Ha, sog' bo'ling, yaxshi o'tiring. jamoa qanday o'ynashni Bo'pti, xayr. Rahmat. Bola akam erkak bo'lib turib qilsa.